Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi va ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolarimiz, janobimiz Rasuli akram Muhammad Mustafoga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz yurtdoshlar, muborak ayyomda turibmiz. Ramazoni karim oyida turibmiz. Mana shu oy avvalida muhtaram prezidentimiz boshchiligida ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholiga e'tibor qilishlik borasida o'tkazgan yig'ilishlarida albatta bu xonadonlarga bir qancha mablag'lar yordam ma'nosida ajratilganligi, bu yordamlar ostida albatta ularning duosi o'laroq yurtga Allohning rahmati, barokati ziyoda bo'lishligi bor. Yil davomida mana shunday qilinib kelayotgan xayriya ishlar Ramazoni sharif oyiga kelganda yana ham ziyoda bo'lishligi yurtga albatta Allohning rahmatini, barokatini ziyoda qiladi. Chunki janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis muboraklarida shunday marhamat qilganlar. Ushbu hadisi muborakni Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Kim bir qiynalgan insonni qiyinchiligini ko'tarsa, yengillatsa, Alloh subhanahu va taolo o'sha insonni dunyo va oxirat ishlarini yengillatadi deb janobimiz Rasul akram sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Albatta qiynalib turgan insonga yordam berishlik nihoyatda savobli ishdir, xayrli ishdir. Bu insonlarni qiladigan duolari yurtga rahmat, barokat keltiradi, yaxshiliklar keltiradi. Janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ham Ramazoni karim oyi kelganda xayr saxovatlari esib turgan shamoldan da tez bo'lar deb marhamat qilganlar. Bu oyda aynan yurtimizda qilinayotgan bu xayrli ishlar albatta yurtga xayr, barokat keltiradi. Alloh subhanahu va taolo bu oyning rahmat, barokatlari o'laroq yurtimizga o'zini rahmatini, barokatini ziyoda aylasin. Doimo yurtimiz tinch, xalqimiz farovon bo'lsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.